Alma Vision Pro. Almanın ko'zoynagi chiqdi. Endi bu chiqqili bir 15-20 kunlar bo'lib qoldimi? Intayin qiziqdim. Almanın mahsulotlariga aslida amroqdim. Bu qatim bu Alma shirkati yana bir qatim bir davr bo'lgich bir narsa o'ttirib chiqadi-da. Qarsak buni hali tiyan qilgan filmlarni qarsak, xuddi Gantiyashaning bosh ko'zoynagini taqab turib, ko'ringanda shu holatga haqiqatan akibdi. Biz taqaganliklar xuddi telefonimiz ekrani bo'lib shunday ko'rindika. Ko'ringandan sirtda ma amaliy ko'rinishim normal ba, telefondagi ko'rinishim normal ba. Shunda tutib o'ltiriblar qo'limizda bunda qilsa aytildika, rasm bunda qilsa yo'g'naydika, bunda yoki ishga qo'l tutib bunda qilsa yo'g'naydika, ovozim yuqori ko'tarilgan. Masalan, ekranning cho'ng kichik mandalatda yoki wash yoymalatda xuddi Gantiyashaning filmidagi ishlar xeyli bir darajada amalga ish bo'pti bu. Endi buningki eng dastlabki organ tarafda e'lon qilgan bahasi bizning xalq pulda bir 20 ming ko'y atrofida ekan, kiyma to'rda bak qizg'in setilib ketgachga bu 80 ming ko'ylarga chiqib ketibdi mesh. Shuninglar ham 80 ming ko'y emas, bir 20 ming ko'y desimi eg'ir kildi-da bizga, shunami? Shunlar bo'ldi, asta qisib turay, men bu narsaga qiziqmay turay deb, shu betbak qiziqib ketdim. Lekin o'yladim shuninglar buning bir kamchiliklari bormi? Har qanday bir chiqqan mahsulotning ortiqchiligi kamchiligi bor. Endi bu Vision Pro degan bu ko'zoynakning ortiqchiligini sanab tugatgil bo'lmag'dak. Hozirgi eng katta fan texniklik narsa shu bo'lib o'yin o'ynasam, shu o'yinning shu yil kompyuter dunyosiga kirib ketganmizda biz. Shuninglar buning kamchiliklari bormi deb izinib baxdim-da, hamma narsaning kamchiligini bo'ldi deb qarasam, birinchisi batareyasini debdi. Ya'ni buning batareyasi bir 3-4 soat atrofida yetadigan. Undan uzoq yetmaydi. Bu 20 ming ko'yga uni ep qo'ygan kuni kechsimamay yotamaysiz. Shundami? Men unda qisqoq qasqandaldi. Ikkinchi bir kamchiligi nimga aytsanlar ko'zni biyaram qildi ekan. Ya'ni men odat ko'zoynak taqaganlar qudi ham hukmat jinsiyanning ko'z ojizlik nisbatan hozir jazrim bag'anch nayt yinnik mayalarim biyaram qilmaydigan intayin yaxshi chiqyapti. Endi odat ko'zoynak taqmaydigan, lekin yoz vaqti issiqda mojing taqaydiganlar bo'ldi. Ko'zoynak ko'zni biyaram qildi. Birdam taqagandagi mayalarimizni, chekillarimizni qisib, mabullarimizni og'irtib, shunam hamda a ko'zoynak, ma ko'zoynagimizning xil ubdan eg'ir ekan. Shuning bilan buni sal uzoq taqagan vaqtda, hisobchi 3 soatlik batareyasi tuguncha ko'zing biyaram bo'lib bo'lgan mayalar, uni davom taqagingiz kelmaydigan holatda. Men o'ylayman kelgusida rasmiy mash Gantiyashaning mash bir xil ko'zoynakning o'ziga shu iqtidorlar singib ketsimi, ketgidek endi. O kunga az qeptimiz. Undan mazmun qiziqqan do'stlar, menga birdan yaxshi yurak urishni unutib qolmanglar. Rahmat.